Assalomu alaykum hurmatli iste'molchilar. Agarda sizda suyak yimirilishi bezovta qilayotgan bo'lsa, artroz, gonartroz, ko'ksa artrozlar, protruziya, grijalarni boshlang'ich holati bo'layotgan bo'lsa, marhamat sizga glukozamin, xondroitin plus kalsiy tabletkasi bilan birgalikda buni ovqat paytida yoki ovqatdan keyin ichishni tavsiya qilamiz. Bu suyak bo'g'imlarning yimirilishini oldini oladi. Bu tarkibidagi mana shu glukozamin asosan bo'g'im ichidagi suvni saqlab qolishga yordam beradi. Xondroitin tog'aylarning yimirishini oldini olib, amortizatsiyani yaxshilaydi. Kalsiy bo'lsa, bu sizga karkas hisoblanadi. Bu jarayonni yana ham yaxshilash uchun men sizlarga yana baliq kollagenini ham tavsiya qilaman. Bu juda ham yaxshi narsa. Kollagen umumiy bizga har tomonlama kerak bo'lgan narsalardan hisoblanadi. Tarkibida gamma amino masliniy kislota bo'lganligi uchun bu sizning uyqungizni ham yaxshilaydi, asablaringizni ham tinchlantirib beradigan zo'r ajoyib mahsulotlarimizdan hisoblanadi. Aynan bu komplekt mana shu narsamizni suyak bo'g'imi yimirilgan insonlar yoki suyagi singan insonlarga travmalardan keyin tavsiya qilamiz. Agarda sizda yoshingiz katta bo'lgan sari suyak bo'g'imlaringizda qiyshayish bo'layotgan bo'lsa, har xil bo'g'imlaringizda mana tizza sohasidan oyoqlaringiz og' bo'lib ketayotgan bo'lsa yoki bo'lmasam barmoqlaringiz uchida mayda suyak o'sganga o'xshash holatlar bo'layotgan bo'lsa, kalsiy, kollagen, xelat kalsiy bilan buni och qoringa ichish kerak bo'ladi. Xelat bo'lganligi uchun so'rilishi juda ham yaxshi, ajoyib. Bir kunda 2 mahal ichsangiz bo'laveradi. Effekti shunaqangi yaxshi narsa. Agarda sizda havo sovigan paytida bo'g'imlaringizda og'riq kuchayayotgan bo'lsa, yomg'irli havoni oldindan sezadigan bo'lsangiz, marhamat sizga kril yog'i, aksaksantin antioksidanti bilan birgalikda bu yallig'lanishlarga qarshi plus yana maslashiydan tayyorlangan ajoyib tinchlantiruvchi shunaqangi antibakterial maslamiz ham bor. 2 ta komplektda sizga tavsiya qilaman. Kun bo'yi yurib keldingiz, charchog'ingiz oshib ketdi, oyog'ingizni ko'tarib olgangiz ham kelayotgan bo'ladigan bo'lsa, oyoqda og'irlik hissi bo'lib, kechasi bilan oyog'ingizni qatga qo'yishni bilmayotgan bo'lsangiz, magniy, kalsiy, sink aralashgan narsa. Buni uxlashdan 1 soat oldin ichib olsangiz bo'ladi. Magniy asablaringizni tinchlantiradi, sink immunitetingizni yaxshilab beradi, kalsiy yana suyaklarga quvvat berishni boshlaydi. Va mana shunaqangi horg'inlikni yo'qotish uchun iminda mana shu zelyoniy trava deydi. Bu shunaqangi yaxshi narsaki, surilgan paytingizda balzam ko'rinishida bu terapevtik effektga ega. Oyoqni tinchlantiradi. Har xil kesilgan, shilingan holatlarda oyoqdagi shu og'irlik holatlarini yo'qotib beradigan, yallig'lanishga qarshi bo'lgan narsalarimizdan. Demak, kun bo'yi yurib charchaganingizdan keyingi holatlarga sindrom bespokойных ног deydi. Kechqurun oyog'ingizni qatga qo'yishni bilmayotgan bo'lsangiz, mana shu 2 ta narsamiz. Agarda sizda yallig'lanish kuchayib ketib, ob-havoga sezuvchan bo'lsangiz, sovuq suvga tiqsangiz, qo'l oyog'ingizni urib muzlab ketaveradigan bo'lsa, og'riqlar kuchayadigan bo'lsa, mana shu holatlarda bu sizga effekti yaxshi. Suyak bo'g'imlaringiz qiyshayib ketayotgan bo'lsa, o'zingizni g'o'dingizni ko'tara olmayotgan bo'lsa, bunisi sizga. Agar sizda yemirish bilan ketayotgan bo'lsa, kechirasizlar, mana shu narsalarni sizga tavsiya qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.